Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Bugungi videolarimizni boshladik. Xudo xolasa, bugungi kunimiz 11-yanvar haftaning yakshanba kuni. Bozorlarimiz Bobashbek bozorimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Bobashbek savdo kompleksi bitta manzili. Bozor kunlari yakshanba, chorshanba kunlari bo'ladi. Bizda kuryer xizmat mavjud. Yuk yig'ib berish xizmati. Nomerlarimiz 33lik 309 41 87 mana shu nomerda Telegram bor. Shunga kirsalang o'zimiz Telegram kanalida silkasi bor. Nomer razmerlari narxlarigacha ishlarni rasmlarni qo'yib boramiz. Xudo xolasa bugungi videolarimiz ham bir manfaatli videolardan bo'ladi deb umid qilamiz. Kamzor savdo qilyapti. Bu yerda kamzorlar bor ekan. Assalomu alaykum hormaylar. Telefonlar. Assalomu alaykum. Charchamaysizlarmi? Qanchadan beryapsizlar buni? Donaga 125 ming. Donaga 125 ming so'm ekan. Mana shu ko'ylagimiz. Razmerlimi? Har ikkida 54gacha. 54gacha? 54gacha ekan razmeri. Donaga 120 ming, pachkagachi? Donaga 125 ming. 100 donaga 125 ming, pachkaga 120 ming so'm ekan. Bular qanchadan? 110 mingdan pachkaga. O chekadachi velvet. 125 ming donaga, 120 ming pachka. 120 ming pachkaga ekan. Ishtonchalarchi? Ishtonchalar 10 ming donaga. Ishtonchalar 10 ming so'mdan donaga ekan. Pachkachi? Pachkaga 7 ming so'mdan ekan. Standart bular ha? 5 yoshgacha ekan. 110 ming. Telefon nomer qo'yaylikmi? Nechilik? 91lik. Telefon nomerlari 91lik 151 15 19 raqamiga aloqaga chiqinglar. Mana shu xalatlardan kerak bo'lsa. Mana uni berasizmi? Keling olib keting. O'sha 60 ni bering-chi. Bo'laveradi. Bitta savdo bo'lyapti. Savdosini qo'ysa. Bu ishlar qor akamiz ishlari. Bu yoqda prasini paladiyanliklar, bitta mana sotib turgan opamizda bari Xitoy ishlar, Xitoy jentrlar. Sizlarda ham sovuqmi? Yama sovuq havo. Saddan boy. İşler qalay. Paypallar. Qancha beryapsizlar opa? Salom. 35 ming? Shu tevapasi 35 mingmi? Ha, shu ish 35 ming so'mdan ekan. Razmeri qanaqa chiqadi? 6dan 54 gacha tushadi. 5 yosh, 3 yosh ekan razmeri ikkitalik. Bularchi? Bular 25 ming so'mdan ekan. Telefon nomer qo'yaylikmi? 50lik 444 46 76 raqamiga aloqaga chiqinglar. Mana shu opamiz ishlaridan kerak bo'lsa. Rasm o'chiraman. Bu yerda mana ayollarda tungi ko'ylaklari, kashmirlar. Qancha beryapsizlar opa? 45 ming. Narx 45 ming so'mdan ekan. Standart bular ha? Standart narx 45 ming so'mdan. O'rtacha ayollarga ekanda. Kelinchaklarmi? 54gacha razmerga tushadi. 54gacha razmerga tushaverar ekan. Narxi 55 ming so'm ekan. Dona yo'q ha? 45 narx 45 ming so'm ekan. Dona bormi? Donaga ham shumi? Donaga ham 45 ming, pachkaga ham 45 ming so'm ekan. Standart razmer. Bular qanchadan? Kashmir 35 ming? Narxi 35 ming so'm ekan. 2-sinf, 4-sinf ekan. Buni eng hammasimi? Hammasi bir xil ekan. Bu rasvetkalar ekan, ranglar ekan, boshqacha ranglari.
Narxi 35 ming so'm, 2-sinf, 4-sinf ekan. Telefon nomeringizni qo'yib ketakmi? 94lik 682 75 53 raqamiga aloqaga chiqinglar. To'g'ri aytdimmi? Sog' bo'linglar. Bular qanchadan opalar? 110 75 65. Donaga ham pachkagami? Pachka narxi bular. Razmeri qanaqa? 52 gacha ekan razmeri. 48 dan 52 gacha. Telefon nomer qo'yakmi? Ha, boshliq naryoqdami? Asosiy jelang naryoqda-da, shunaqami? Ha. Assalomu alaykum, hormanglar. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Video qilib ketaverakmi? Bularni nima deylar bu? Bular pijama aka. Pijamalar ekan bular. Bunilari mana bunday momiqqina pijamachalar ekan bir 48 dan 52 gacha tushadi rasi. 48 dan 52 gacha tushar ekan bular. Bu yangilik ekanda, buni pijama endi ko'rdim. Narxi qancha? Narxi 45 ming deyapsiz pachka. Narxi 45 ming so'm ekan pachka narxi. Doni ham beraverasiz? Doni ham beraveradi. Bu tomonlar yuqqalar. Bular 40 mingdan. Bular 40 ming so'mdan ekan pachkaga. Bambuk materiali. Materiali bambuk 54 gacha tushar ekan. Qaygacha? Hammasimi? Ha, hammasimi. Hammasi shu narx ekan bular. 54 gacha tushar ekan razmeri. O naryoqdami joyingiz? Ha, ha. Bularnikini. Zo'r joy qilib berdi. Telefon nomeringiz? 99 Telefon nomerlari 99lik 587 587 37 37 raqamiga aloqaga chiqinglar. Aqay ham chiqasizmi? Qo'qonga ham chiqish ekan, dastavkalar bor ekan. Albatta, sal ko'proq olganlarga savdolang bersin, charchamang. olaman deb turgandim. Rayni kiyimlar. Mana bu yerga mani kiyimni qarang. Mani kiyimlarni so'rayapti. Allo degan tepas ko'ylak. Allo. Qanaqa ekan materiali? Uyda marjoni bilan. Havolar sovuq. Chiqmagan. Ana manikinlar ham o'ynab tushdi. Tepas. Bu yer paypoq do'koni. Ko'p klientlarga ham she'rdan chiqaramiz. Hormanglar, charchamayapsizmi? Nomeringizni aytib ketavering. Nechilik? 97'lik 97lik 334 334 62 44 62 44 raqamiga aloqaga chiqinglar. Ko'p klientlarga shu do'kondan ham paypoq chiqaramiz. Dilnur tekstil ekan tebadagi nomi, shu bozorchadan kiraverishdagi paypoq do'kon. Ishlari yaxshi chiqadi, sifatli ishlardan chiqadi. Men hali unaqa bo'lgan yo'q bu yerdan, bu do'kondan shikoyat yo'q, xudo xolasa ko'p klientlarga chiqaramiz, shikoyat yo'q. Nomeriga aloqaga chiqsang, o'zlari narxlari bilan bemalol tanishtiradi yoki eski videolarimizda ham bu do'konning narxlari bor paypoqlarda. Sog' bo'linglar. Perchetkalar ham bizda. Perchetkalar ham shu akamizdan ekan. Necha puldan perchetkalar? Perchetkalarimiz har xil 13 ming, Ha. 8 ming, 10 Shu- ming, hamma turidan bor. Yosh boladan to katta yoshlargacha. Va hammaga bor. Bu masi necha pul? Massani pachkaga 13 ming qilib tashladik. Donagachi? Donaga 15 ming bergan. Menga tushadimi? Tushadi. Keyinroq bersam bo'ladimi pulni? Bo'laveradi. Bo'ldi, rasa kerak. Rahmat, sog' bo'ling. Yozib qo'ying a. Bo'pti, rahmat, savdolang bersin. Ash do'kon yonida mana gamajlar sotadi, gamaj, nima deydi, bilyular, turli tuman qoshli. Bu opalardan ham hali unaqa shikoyat ishlardan, bu opalardan ham juda ko'p yuk chiqaramiz klientlarga. Qalaysiz? Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Narxlari endi turi juda ko'p beylar. Mana kichkinalar necha puldan? 35 mingdan 3 talik rasm. 35 mingdan 3 talik razmer ekan. 100 mingga 3 ta ham bo'laveradimi? 100 mingga 3 ta ham bo'lar ekan bu. Narxi 35 mingdan 3 talik razmer ekan. Necha yosh, necha yosh? 5, 6, 7 yosh. 5, 6, 7 yoshgacha ekan.
5 yoshga bitta razmer, 6 yoshga bitta razmer, 7 yoshga bitta razmer ekan. Bu tomonlarchi? Tomonlama shima 40 ming so'm. Shuni shimi, shu razmer, shu razmerda shimi ekan bu, narxi 40 ming so'mdan ekan. Sizlarda bilyular ham bor, ya'ni erkaklarga. Ha. Bular endi telefon nomerini aytamiz, va hujjat tushuntirib o'tadi o'zlari, bir aloqaga chiqsang, bu tomonda do'konda bilyular ham bor, erkaklar bilyulari, turklar, ish kiyimlar. Bilyular qanchadan? Bilyonlar Xitoydagi 100 mingdan pachkaga. Bilyoni Xitoyniki 100 ming so'm ekan, uni ham razmeri bo'ladi. U ham 100 mingdan 56gacha. 52, 56. 56 ekan, Xitoydagi 100 ming so'mdan ekan. Bu 40 ming so'm o'zimiz. Yana qanchalar bu? Keyin o'zimiznikilar bor, ishlab chiqarish mana. O'zbekistonda ishlab chiqarilganlar narxi 40 ming so'mdan, Narxi 40 ming so'mdan. Qorasi bor. Mana tepasida qoradan. Qarang, dona ham beraverasizlar, Ha, narx o'zgarmaymi donaga? 5 ming so'm. Narx o'zgarar ekan, donaga 5 ming so'm qo'shilar ekan. Hozir pachka narxi Xitoydagi 100 ming so'm, O'zbekistonniki 40 ming so'm dedingizmi? Ha, O'zbekistonniki 40 ming so'm pachka narxi. sering mana. Keyin ichkarida shu ish kiyimlar, tuzlar, bu tomonda o'sha eng uzun nima deydi, hali ichkarilarni ham. Mana yigitlar, tuzlarni ham turli tumanlardan bor. Bu ham Xitoy, O'zbekistonmi? Yo'q, Xitoy bu. Hammasi Xitoymi? Ana shu ichki kiyimlar hammasi Xitoy ekan. Qanchadan nech pulgacha? Pachkaga 13 ming. Pachkaga 13 ming, Dona 15 ming. dona 15 ming so'm ekan mana shu ichki kiyimlar. Razmeri 1dan 10 gacha. 1dan 10 gacha ekan. Ular endi shu tashqarida ko'rsatgan bilyonlarimiz. Meykalar ham bor, meykalar. Mayka bor. Meyka ham o'sha hamma yoshga bor, Ha, bu. Meyka ham hamma yoshga bor ekan, o'sha yoshlarga ham, kattalarga ham. Bu ham o'sha nech puldan nech pulgacha? Mayka 12 ming, 13 ming. 12 ming, 13 ming so'm. Mingligi bor arzon. Keyin 8 ming so'mlik bor ekan. Bu ham o'sha narxi razmermi endi? Ha. 48 dan 56 gacha. 48 dan 56 gacha o'sha razmer qilib yig'ib beradi. Shu pachka narxini aytishdi hozir. Telefon nomerlaringiz necha? 90lik 90lik 051 051 17 14. 17 14 raqamiga aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, charchamayapsizmi? Buni kichkinachalarchi? Kichkinachalar 55 ming. Bular 55 ming so'mdan ekan. Qaydiki bular? Xitoy. Bular ham Xitoy ekan, narxi 55 ming so'm. Bular pachkalanganlari. Sog' bo'linglar, savdolanib bersin. Eko koja degan kurtkalar. Kattaga o'xshab turibdi, 44. 44 da. Nomerlarini aytib ketaylikmi? Narxi har xil va bu yerda turli tuman. Nechta? Gruppalang bormi? Bu oyoq kiyim sotuvchi opamizning o'zining gruppasi bor ekan. Nomerini aytib ketamiz hozir. Shu gruppasiga o'tsalang, hamma oyoq kiyimlar narxlari, razmerlarigacha bo'ladi. Obyumda desang, obyumda pachka dona chiqarmasa kerak u. Chiqarsa keyin unaqa sezon to'plovchilardan ham bor ekan, kichkina bolachalar bilan sapovchan qaranglar chiroylini. Suvlarni chirik-chirik etib kesib kechib ketaverar ekan. Buzlarni qis-qis pachaqlab. Vallahi. Nomerlaring nechi? 95. Telefon nomerlari 95lik 981 88 81 raqamiga aloqaga chiqinglar. O'zlarining gruppasi bor ekan, gruppamiz bor deyishyapti. Bularda narxini 150 ming so'm qo'yibdi. 150 ming so'm. Xitoymi bular? Xitoy bo'lsa kerak, menimcha O'zbekistonmi? Narxi 150 ming so'm ekan. Bitta ham hamda ajoyib ishlar. Bizda dostavka xizmati mavjud, yuk yig'ib berish xizmati. Nomerlarimiz
33'lük 309 41 87. Keyin shu nomerda 93 94liklari bor. 33'lük nomerda Telegram bor. Telegramga o'tsalang. Bular donami, killami? Donalik 25 mingdan. Qaysilar? Mashla havasi. Hammasi 25 mingmi? Hammasi 25 ming so'mdan ekan. Xalatlar Kattalar 90 ming. kattalari 90 ming, 100 ming so'mdan ekan. Monochik hammasi fabrikada ishlab chiqarilgan deyishyapti. Hali kichkina trikotaj demayapti. Bular ham shu 25 ming, ha? Bular ham 25 ming so'mdan ekan. Bular razmer chiqadimi hammasini? 5 yoshdan 15 yoshgacha ekan, hammasini razmeri chiqadi deyishyapti. Hammasi fabrichniy ishlar ekan. Original ishlar ekan. Telefon nomeringiz qo'yakmi? 90lik 305 1166 raqamiga aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar. Hormang usta aka. Charchamayapsiz? Yaxshimisiz? Endi bahorga chiqami yangiliklar? Chiqishda boshlayaptimi? Qachon kutamiz endi? Qaysi bozorga chiqadi yangiliklardan? Kichik bozorda chiqib qoladi. Yana Brek bozorlarda. Nech pulda endi bir narxlarni? Narxi 75 ming. Razmerichi? 48 50 52 ekan. Bu tomonlarchi? Bular ham 75 ming so'm ekan. 48 50 52 ekan razmerlari. Donaga 3 tutga qo'shiladi.